Assalomu alaykum, Beyazin sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun qiziq bo'lgan mavzuda suhbatlashish uchun bosh mutaxassisimiz Muhammad Amin akani chaqirgan biza. Assalomu alaykum, Muhammad Amin aka, vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Va alaykum assalom Baxtiyor, rahmat sizlar ham chaqirganlaringiz uchun. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar uchun qiziqarli bo'lgan o'sha psoriaz kasalligi haqida gaplashamiz. Muhammad Amin aka, hozirgi paytda psoriaz kasalligi haqida ko'p eshityapman. Lekin tushunmayapman, aslida psoriaz kasallik nimadan kelib chiqadi? Xo'p, psoriaz kasalligi bu teri kasalliklari orasida keng tarqalgan teri tanosil kasalliklari turiga kiradi. Ya'niki bu avtoimmun kasallik bo'lib, immunitet tizimimiz xato qilishi natijasida tanada ma'lum bir toshmalar toshishi, qizarishi, usti kepaklanishi, yorilib qolish holatlari kuzatiladi. Psoriaz kelib chiqish sabablari hammada har xil bo'ladi. Turlari ham bor buni, bir qancha turlari bor, suhbat davomida gaplashamiz. Lekin psoriazda aynan bitta mana shu sabab orqali kelib chiqadi degan sabab yo'q. Qanday kasallik desangiz, bu psoriaz avtoimmun kasallik bo'lib, boya aytgandek, immun tizimimiz o'zi xato qilishi natijasida o'z terimizga hujum qiladi va o'sha natijasida terida qizarishlar, qichishishlar, kepaklanishlar va har xil toshmalar kelib chiqadi. Demak, psoriaz kasalligi bizda yuqumli emas. Yo'q, psoriazni ko'pchiliklar aytadi. Misol uchun, psoriaz bor kasallardan ko'plar o'zini tortadi, yuqtirib qo'yamanmi deb o'ylaydi. Ani psoriaz bor odamni ham bir xijolatga qo'yadi-da, qandaydir ijtimoiy bosim o'tkazib qo'yadi-da, qo'rqitib qo'yadi qandaydir kasalligidan, o'sha kasali bor odamni. Aslida bu psoriaz yuqumli kasallik yo'q, hech qanday yuqmaydi odamdan odamga. Hattoki bitta to'shakda yotgan, bitta yostiqqa bosh qo'ygan xotinda ham psoriaz kasalligi xotinidan eriga yoki eridan xotiniga yuqib qo'ygan holati yo'q. Yoki onasida psoriaz bo'lsa yoki otasida psoriaz bo'lsa, bolasini erkalatgan payti, bolasi bilan ko'rishib, ovqatlangan payti ham hech qanaqa psoriaz yuqish holatlari kuzatilmagan shu kungacha. Tushunarli. Faqat nasldan naslga bo'ladi, to'g'rimi? Kelib chiqish sabablari, bir necha xil kelib chiqish sabablari bor. Bulardan dastlab genetik moyillik, ya'niki otasida, onasida psoriaz bo'lsa yoki ota tomonidan bobo momolarida, ona tomonidan bobo momolarida psoriaz bo'lsa, qaysidir holatda bu farzandlarda uchrashi mumkin. Ya'niki ba'zi bir avlodlarda bu yashirin holatda ham o'tishi mumkin. Misol uchun aytaylik, sizda boboyingizda psoriaz bor, momoyingizda psoriaz bordir, balki bilmadim. Masalan, deylik sizda ota-onangizda yo'q bu holat, ya'ni ota-onangizda yashirin holatda sizda paydo bo'lish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabablardan biri bu tomoq infeksiyalari, ya'ni stafilokokkiy va streptokokkiy bakteriyalarning ko'payishi natijasida immunitetimiz tushib ketadi. Immun tizimimizda bor, bizada T hujayralari bor. O'sha hujayralar tushib ketishi natijasida psoriaz tayoqchalarining ko'payishiga olib keladi. Uchinchisi stress. Ya'niki stress, depressiya, ortiqcha bosimda ishlash, stress holatida doimiy ishlash natijasida psoriaz rivojlangan holatlarni juda ham ko'p kuzatishimiz mumkin. Bunga nima sabab deydigan bo'lsak, stress vaqtida organizmda odamda kortizol gormon ko'tarilib ketadi. Kortizol gormoni ko'tarilishi bevosita immunitetimiz tushishiga olib keladi. Va shunga o'xshash yana bir qancha kelib chiqish sabablari bor. Aslida keng tarqalgan sabablari mana shu holatlar bo'ladi. Muhammad Amin aka, psoriaz kasalligi ko'proq yoshlarda uchraydimi yo qarilardami? Xo'p, psoriazda yoshlarda uchraydi, qarilarda uchraydi yoki ma'lum bir yoshda uchraydi degan narsani aytishimiz xato. Ya'niki bu teng tarqalgan. U 3 yoshli bolada ham uchrashi mumkin, 6 yoshli bolada ham uchrashi mumkin yoki 70 yoshli otaxondan ham psoriaz chiqishi mumkin-da. Buni aynan bitta yoshga bog'liq tomoni yo'q. Qachonki qaysi vaqtda paydo bo'lishidan qat'iy nazar psoriaz chiqadi va davom etib ketadi. Uni faqat yoshga bog'lab qo'yishimiz xato. To'liq davolash uslublari bormi? Xo'p, to'liq davolash uslubiga keladigan bo'lsak, psoriazni umuman to'liq ildizi bilan butun umrga yo'qotish iloji yo'q. Butun dunyo olimlari shuni ustida bosh qotiryapti. Hattoki topganga o'sha Nobel mukofotini berishmoqchi ham. Misol uchun psoriazni umuman ildizi bilan yo'q qilib davolay olishga umuman
iloji yo'q. Nima qilsa bo'ladiki, o'sha psoriaz tayoqchalarini qondan tozalab, tashqi tomondan yordam berib, organizmga podдержка berib, sog'lom turmush tarziga amal qilib, to'g'ri ovqatlanib, kerakli maxsus dorilardan foydalanib, psoriazni uzoq muddatga, ma'lum bir 5 yil, 10 yil davomiga uxlatib qo'ysa bo'ladi. Lekin ildizi bilan umuman butun umrga davolashga iloji yo'q. Psoriazi bor odamlarni jamiyatdan chetlashtirish, ularni kamsitish to'g'ri narsami? Yo'q, bu juda ham xato. Boya aytib o'tganimdek, psoriaz umuman yuqumli kasallik emas. Buni hurmatli kuzatuvchilarga ham aytmoqchiman. Psoriazi bor odamdan o'zingizni tortmang yoki uni chekkaga surib qo'ymang. Chunki bu narsa kasalligi bor, stress, depressiyadagi odamga bu yana ortiqcha bo'lib, uni kasallik yanada zo'riqishiga sabab bo'ladi. Bu kasallik umuman yuqumli emas. To'g'ri, qandaydir noqulay holat bo'lishi mumkin, lekin umuman qo'rqmasalaringiz bo'ladi. Bu kasallik hech qachon yuqibdi, bundan bunga yuqibdi degan holat bo'lmagan. Bu hech qanday yuqumli kasallik hisoblanmaydi. Bemalol psoriazi bor odamni ko'rishib, bitta dasturxonda ovqatlanib, bitta basseynda cho'milib qo'pol qilib aytsak, bemalol muloqot qilib yursangiz bo'ladi. Tushunarli. O'zi psoriazni qanday turlari bor? Hop, psoriazni keng tarqalgan 5-6 xil turlari mavjud. Bularning ham orasida eng keng tarqalgani blyashkali psoriaz bo'ladi. Ya'ni o'sha tanada, kaftda ma'lum bir qismida o'sha yaraga o'xshab qizarib, kepaklanish holatlari bo'lib, qichish bo'ladi. Undan tashqari tomchili psoriaz bo'ladi. Xuddi ugriga yoki allergiya bergan holatga o'xshab, dona-dona bo'lib tanaga toshadi. Tirnoq psoriazi bo'ladi. Alohida tirnoq atrofidan chiqadigan. Bosh psoriaz bo'ladi. Bosh terisidan chiqadigan psoriaz. Bosh terisidan chiqadigan psoriaz bilan tanada chiqadigan psoriaz farq qiladi. Aslida keng tarqalgan o'sha blyashkali psoriaz bo'ladi. Ya'ni 80-90% aholida kasallarda shu psoriaz holati tarqalgan. Tushunarli. Unda psoriazni qo'zg'atadigan yoki kuchaytiradigan sabablar bormi? Bor. Psoriazni qo'zg'atadigan, hattoki psoriaz ma'lum bir vaqt davomida yo'qolib ketgandan keyin qaytalanish holatlari ham ko'p uchraydi. O'zi qaytalanadigan, xalq tilida aytganda xronический kasallik hisoblanadi. Ya'ni biri paydo bo'ladi, biri yo'qoladi, shunaqa kasallik bo'ladi. Buni qayta qo'zg'aydigan omillardan bittasi eng kuchli psoriaz dushmani bu stress, depressiya. Kuchli stressga berilish, kuchli o'ylov, kuchli depressiya psoriazni katta ehtimol bilan qaytalanishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari ma'lum bir antibiotik yoki noto'g'ri dorilarni iste'mol qilish ham psoriaz qaytalanishiga sabab bo'ladi. Yana bir holatlardan bittasi qattiq shamollab, juda kuchli shamollab yoki juda kuchli o'sha tomoqda infeksiya paydo bo'lib, immunitet tushish holatlarida ham psoriaz qaytalanishi mumkin. Bundan tashqari ma'lum bir kiyimlarga ham qandaydir tana sezuvchan bo'lib qaytalanish ehtimolligi bo'ladi. Yoki yeyotgan ovqatlarimizdan ham. Agar noto'g'ri ovqatlarni, ya'ni o'sha nima desam bo'ladi, sifatli bo'lmagan ovqatlar, ya'ni fast foodlarni, gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, shirin mahsulotlarni, ya'ni shakarli mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish natijasida ham psoriaz qaytalanish ehtimolligi juda yuqori bo'ladi. Yaxshi. Endi psoriazi bor insonlar uy sharoitida nimalar qilsa bo'ladi? Xo'p, psoriazi bor insonlar uy sharoitida iloji boricha maxsus kremlardan, maxsus dori vositalarida yoki maxsus biologik faol qo'shimchalardan foydalansa bo'ladi. Agar sharoit bo'lmasa, uy sharoitida terini tez-tez namlantirib turish kerak. Ya'ni kim qandaydir kremlardir, boshqadir terini namlantirib turish kerak. Sababi psoriaz teri qancha quruq bo'lsa, psoriaz shuncha kuchayadi. Ya'ni qichishi, qizarish holatlari shunchalik kuchayadi. Undan tashqari iliq vanna yoki agar imkoniyat bo'lsa, dengiz tuzi, ya'ni morskoy sol deyiladi. O'sha bilan ham qandaydir bir vanna qilib tursa bo'ladi. Bunda ham teri yumshaydi, qizarish holatlari yo'qoladi, qichishlar ancha bosiladi, ustiga kepaklanish holatlari ham kuzatiladi, lekin bular ma'lum bir muddatda bo'ladi. Undan tashqari yana teriga ma'lum o'sha namlantiruvchi kremlarni surish ham bu psoriaz uy sharoitida ma'lum bir qisqa muddatga bostirishga yordam beradi. Ya'ni uzoq muddatli bo'lmaydi bu. Ma'lum bir qisqa muddatli bo'ladi. Psoriaz kasalligini kuchaytirishga, masalan, alkogol yoki chekish ta'sir qiladimi? Juda katta ta'sir qiladi. Alkogol va chekish, endi chekishni bilmadim-ku, chekish aytib o'tilmagan. Alkogol juda kuchli ta'sir qiladi. Sababiki alkogol to'g'ridan-to'g'ri jigarimizga ta'sir qiladi. Jigar qonni filtrlab berish vazifasini bajaradi.
Lekin alkogolda уже me'yordan ortiq alkogol ichilganda u alkogol jigar parchalab hazm qilib filtrlab bo'lguncha уже qon yaxshi toza filtrlanmaydi. Natijada o'sha psoriaz yanada battar kuchayib ketish ehtimolligi kuchayadi. Bundan tashqari alkogolda boshqa tomonlama ham ta'sirlari ko'p. Men buni tavsiya bermagan bo'lardim. Psoriaz yo'q odamga ham. Psoriazni davolash haqida bizga ma'lumot bersangiz. Xo'p, psoriazni hozirgi kunda bir necha xil tibbiyotimizda bir necha xil davolash usullari mavjud. Bulardan keng tarqalgan ko'plar mazlar gormonalli, ya'ni steroid saqlagan mazlarni berishadi, ya'ni psoriazda o'sha tashqi tomondan yordam berishga. Undan tashqari fizioterapiyalar bor, plazma usuli bor psoriazni davolashda va bir qancha ukol dorilar orqali, ya'ni immunitetga yordam beradigan dorilar orqali ham psoriazni davolab kelishmoqda. Va bundan tashqari bir necha xil biologik faol qo'shimchalardan ham foydalanib kelsa bo'ladi. Ya'ni ko'p bemorlar bilan gaplashganimda aytadi. Misol uchun psoriaz bu seryoznroq kasallik, ya'ni uzoq muddatli uxlatish bu sal vaqt oladi-da. Men bir hafta, 10 kun, bir oy davomida mahsulotlardan foydalanib ko'radi-da. Men natija sezmadim, menda bo'lmadi, yana qaytib chiqyapti degan holatlar uchrashi mumkin. Yo'q, bu aslida xato. Bu mahsulotdan kerakli vaqtda mahsulotlardan har qanday mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar to'liq kurs lecheniya davomida ishlatgandan keyin ham qaytalanish holati uchrasa, bunda o'sha ishlatayotgan mahsulot yordam bermadi degan tushunchaga kelish mumkin. Lekin kurs lecheniya tugamasdan turib bu narsani aytish xato. Bu nafaqat psoriaz, boshqa kasalliklarda ham shunaqa. Bemorlarimiz ishlatib ko'rishadi, bir hafta, 10 kun effekt ko'rmadim deydi-da, o'sha ishlatayotgan mahsulotni yomonga chiqazib qo'yadi. Yanaki nima xatolar bo'ladi? Har qanday kasallikda ham dorilar 60-70% gacha bo'lgan jarayonni qamrab oladi-da. Qolgan 30-40% o'sha bemorning o'ziga bog'liq bo'lgan tomonlari ham bor. Ya'niki uyquni joyiga qo'yish, ko'p stressga berilmaydigan vaziyatlar yaratish, ayniqsa psoriaz bor odamlar uchun kerak. Undan tashqari to'g'ri turmush tarziga amal qilib, to'g'ri ovqatlardan qabul qilish, ya'ni nimalardan cheklanish kerak. Qovurilgan ovqatlardan, spirtli ovqatlardan, shirin, ya'ni shakari ko'p bo'lgan ovqatlardan, gazli, energetik fast foodlardan cheklanish kerak. O'sha bemorlar bilan gaplashganimda u rostdan o'sha kasallikdan ancha vaqt bir qutulishni xohlaydi-yu, lekin hamma yuklamani o'sha doriga yuklab qo'yadi-da, o'zida bo'lgan yuklamani olmaydi. Men shundan qutulishni xohlayapman, men ham harakat qilay, o'sha ishlatilayotgan mahsulot ham menga yordam bersin. Kompleks bu, men shundan xalos bo'lay degan narsani o'ylashmaydi. Faqat mahsulotga ag'darib qo'yadi-da, o'zi xohlagan narsasini yeb yuradi, xohlagan payt uxlaydi, xohlagan payt nimadir qiladi. Shunaqa. O'shaning uchun qanday dori, qanday mahsulot ishlatishdan qat'iy nazar bunaqa bemorlarda natija bo'lish ehtimoli juda kam bo'ladi. Ya'ni psoriaz qaytalanish davri ham juda uzoqlanib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha psoriaz bor odamlar to'g'ri ovqatlanishga va to'g'ri uyquga amal qilsa, psoriazda o'sha belgilari ham kamayadi. Tushunarli. Agar sizda ham psoriaz, ekzema, dermatit kasalliklari kuzatilayotgan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, bepul konsultatsiya olishingiz mumkin.